Tak, hozirgi homiladorimiz bitta tochkada og'riq bilan keldilar. Odatda homiladorlar bekordan-bekor og'riq sezmaydi o'zi. Doim shuni e'tiborga olish kerak. O'sha tochkalarni ko'rganimizda qarangki, mana bu platsentamizni pupavina birikkan joyi, ya'ni yo'ldoshga kindikni birikkan joyi. Buni sababini izladik, nima uchun og'riyotganligini. Bolajonimiz bo'ynidan 2 marta, keyin qo'llarini atrofidan ham kindigi o'ralibdi. Va u har safar harakat qilib tortayotganida bularda ham как бы tortilish hissi bor. Salgina sanchish sezyapsiz-ku, to'g'rimi? Sanchish sezyaptilar. Sababi aynan shu sohadan tortilish bo'ladi. Внутриутробно qorningizda bo'lganida bolani o'ralishi umuman xavfli emas. Albatta bu 4 ta 5 ta ko'p qolmasa, конечно. И тем более agar mabodo kindik kaltaroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'ralishlarni bola tortganligi hisobiga chuchut siz sanchish, og'riq sezishingiz mumkin. Xuddi hozir shunaqa narsa bularda ham bo'lyapti. Lekin 2 ta 3 ta o'ralishlar kindigi kalta bo'lganda o'zi tug'ishiga juda ham minus hisoblanadi. Siz o'zingiz tug'asizmi?